Assalomu alaykum savatdoshlar. Hozir biz sarf darsimizning 20-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda manqus, maqsur, mamdud va sahih ismlar bilan undan beshidagi muzakkar va muannas ism haqida to'xtaldik. Endi biz bugun mutamakkin ismning oxirgi va sarf darsimizning oxirgi mazmuni bo'lgan mufrad, musanna va jam'i ism haqida to'xtalamiz. Endi hammamiz bilamiz, arab tilidagi ismlar ichida mufrad, birlik shakldagi ismlar bor. Xuddi rajulun deganga o'xshagan. Ikkilik shakldagi ismlar bor, rajulan deganga o'xshagan. Ko'plik shakldagi ismlar bor, rijalun deganga o'xshagan. Endi buning har birininki o'zgarishlik qoidasi va tartibi va bu haqida so'zlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. At-taqsimul khamis lil ism. Ismning 5-taqsimoti ism ينقسم الاسم إلى مفرد ومثنى ومجموع deydi. İsim mufrad, birlik, ikkilik va ko'plik ko'p bilinadi deydi. Endi mufrad degan nima deganda, mufrad deganimiz birli, ya'ni yolg'iz va bildigan narsa. Mayli u odam bo'lsin, mayli narsa kerak bo'lsin. Masalan, qalam desam bir qalamni bildiradi. Kitob desam bir kitobni bildiradi. Rajulun, imraatun, qalamun kitobni deganga o'xshagan. Hammasi birlik shakldagi ism. Köp kitap, köp kalem, köp adam bayağı köp racülün desek bo'lmaydi. İkilik isim degan nima deganda val musanna ma dalla ala ithnayn mutlaqan. İkilik isim deganimiz endi labzi va ma'naviy jihatda o'rtaq bo'lgan ikki ismni bildiradigan ism. Endi bu kitobda buni nima deb tushunadi? Ma dalla ala ithnayn mutlaqan. Mutlaq ikki narsaga bildirgan narsa. Masalan, ikki narsa deb birisi qalam, birisi kitob bo'lsa, bu ikki narsani bildirish uchun qo'llanadi. Yo'q. Ikkidan qalam bo'lishi kerak, ikkisi kitob bo'lishi kerak. Shu labziy jihatda qalamun va ma'na jihatda o'rtaq bo'lgan ikki narsani qanday qilgan bildiradigan ism. Desak, bu to'g'riroq bo'ladi. Masalan, ikki qalam, ikki kitob, ikki odam. Endi buni qanday yasaymiz, qanday chiqaradi deganda, oxiriga pashlik o'rinda alif bilan nunni, zivar va zirlik o'rinda yo bilan nunni kirish orqali yasaladi. Deydi val musanna ikkilik ism ma dalla ala ithnayn mutlaqan. Mutlaq ikki narsaga bildirgan narsa nim bilan bi ziyadati alif va nun. Alif va nunni ziyoda qilish bilan yoki yo bilan nunni ziyoda qilish bilan. Pashlik o'rinda da. Ya'ni fa'illik o'rinda bo'lib qolsa yoki mubtadalik o'rinda bo'lib qolsa alif bilan nun bo'lmasa yo bilan nunni qanday qilamiz? Akirib ikkilik qilamiz. Masalan, rajulun ikkilik qilmoqchi bo'lsak, rajulan bo'ladi. Pashlik o'rinda, ya'ni ja'a rajulan bo'ladi. Zirlik o'rinda bo'lib qolsa, masalan, ra'aytu rajulayn bo'ladi. Rajulayn. Shunga o'xshagan. Rajulan, imroatan, rajulayn, imroatayn deganga o'xshagan. Endi ikkilik qilishningki tafsiliy yo'llari kayfiyatut tasniya. Tasniya qilishningki kayfiyati, ya'ni qanday ekanligi. Birinchisi, sahih ism bo'lib qolsa, shundoq oson. Sahih ism deganimiz yuqoriga o'tib qoldik-ku. Tarkibida hech qanday kasallar yoki mamdud bo'lmagan ismni biz nima deymiz? Sahih ism deymiz. Sahih ism yoki sahih ismning o'rnida turadigan ism. Endi sahih ismning o'rnida turadigan ism degan qanday ismti? Oxirida keslarib kelgan, lekin uningdagi ilgirki harfi sukun bo'lsa, bu sahihning o'rnida turadigan harf bo'ladi, ism bo'ladi. Masalan, zobyun, dalvun deganga o'xshagan. Demak, mana shuningdek sahihlikning o'rnida turadigan yoki sahih ism bo'lsa, oxirga alif va nunni zirlik o'rnida yo bilan nunni kirish orqali ikkilik qilsak bo'ladi. إذا كان الاسم الذي تريد تثنيته صحيحا agar ikkilik qilmoqchi bo'lgan ism sahih bo'lsa yoki sahihlikning o'rnida turadigan bo'lsa, rajulun imroatun deganga o'xshagan. Ma sahih ismning misoli. Zobyun dalun deganga o'xshagan. Ma u sahih ismning o'rnida turadigan ismning misoli. Zittal alif va nun. Nun va alif va nunni qanday qildingiz? Ziyoda qildingiz yoki yo bilan nunni ziyoda qildingiz? Biduna amalsiz. Undan boshqa hech qanday amalsiz. Boshqa tegmaysiz. Faqat sahih ism yoki sahih ismning o'rnida turadigan ism bo'lib qolsa, uning oxiriga alif bilan nunni yoki zirlik o'rnida bo'lib qolsa, jumlaning o'rni yo bilan nunni kesakchi ikkilik kesiladi. Masalan, rajulan, imroatan, dalvan, zobyan deganga o'xshagan. Agar bularning hammasi zir yoki zirlik o'rnida bo'lib qolsa, rajulayn, imroatayn, dalvayn, zobyayn bo'ladi. Bu sahih ismning oson ekan. Endi manqus ismni qanday qilamiz? Manqus ism degan nimadir? Oxirida sabit turadigan yo bo'lgan. Qodi, muhami, ra'i deganga o'xshagan. Bu ismlarni qanday qilamiz deganda, endi bu manqus ismlarningki ba'zi vaqtlarda yosi qanday qiladigan tashlasak bo'ldi. Masalan, alif lam siz kelgan vaqtda qodin, ra'in deb yan tashlasak bo'ladi.
Yani taşlamagan ahvolasımızda o'xshashlar alif bilan nima qilamiz? Nunni qilamiz. Qodiyan, ra'iyan deganga o'xshash. Yan tashlayotgan bo'lsaqmi, yani qaytirib qilamiz. Qodinni qilmoqchi bo'lsak, qodiyan, ra'inni qilmoqchi bo'lsak, ra'iyan bo'ladi. Deydi, "Va idza kana manqusan mahdhuful ya." Agar yasi tashlangan manqus bo'lsa, qodin, da'in deganga o'xshash, radattaha fi tafniya. Ikkili qilgan vaqtda uni qaytirib kelasiz. Shunga deysiz, qodiyan, da'iyan deysiz deydi. Bu tushunishlik. Endi maqsur ismni ikkili qilmoqchi bo'lsak-chi, maqsur ism degan nima edi? Oxirida alif bo'lgan. Fata, asa, Musa, Aysa deganga o'xshagan. Buni qanday ikkili qilamiz deganda, diqqat, agar bu oxiridagi alif, ya'ni sobit turadigan qisqartirilma asa fatadagi alif 3-harf bo'lib qolsa, asa deganga o'xshagan yoki fata deganga o'xshagan 3-harf bo'lib qolsa, şu alifning aslisi nima bo'lishini qaytiramiz. Masalan, fataning aslisi nima? Ya, fatayan deb qilamiz. Asli qaytirib, undan keyin alif bilan nunni ekilamiz. Fatayan bo'ladi. Asaning cho aslisi vo. Undan asavan bo'ladi. Asavan. Demak, bu qisqartirilma maqsurdagi alif 3 harfda bo'lib qolsa, asli nima bo'lishini qaytirib bo'lib, undan keyin alif nunni ekilamiz. Agar 3-harfdan ortiq 4 harf, 5 harf bo'lib, o qisqartirilmani shu 4-chi, 5-chi harfga kelgan bo'lsa, mutlaq ya bilan qaytiramiz. Deydi. Va idza kana maqsuran, agar maqsur bo'lib, va tajawazat alifuhu 3, uning alifi 3-harfdan o'tib ketsa, 3 harfdan o'tib ketsa, qalabtaha ya'an. O alifni nima o'zgartiramiz? Ya o'zgartiramiz. Masalan, hubla 4-harf shunday bu yerdagi alif. Hublayan mustada'a, mustada'ayan bo'ladi. Endi mamdud qanday bo'ldi deganda, va idza kana mamdudan, endi mamdud ismni ikkili qilmoqchi bo'lsak, mamdud ismiga nima edi? Oxirida hamza bo'lgan, u hamza nimaga deshib kelgan? Alifga deshib kelgan. Bunda bo'lib qolsa qanday qilamiz deganda, endi bu hamza ba'zi ismlarda asli bo'ladi. Shu ism paydo bo'lgandan tortib asli bo'lgan bo'ladi. Yoki oyonliq uchun kelgan bo'ladi. Chunki u Allohning nimasi alomat. Masalan, hamiradan ahmar ayollik cho pa'la o'lchimida hamra chiqadi dedik. Shunda hamra'u, hamra'u. Bu yerdagi hamzani biz nima ayollikning alomati deymiz. Alifni ayollikning alomati deymiz. Agar u oxirga kelgan hamza asli bo'lib qolsa, shu asli bo'yicha alif bilan nunni qo'shamiz. Agar asli bo'lmay ayollik uchun bo'lsa, vo qaytiramiz. Deydi, agar mamdud vojib bo'ladi uning hamzasining qab qilishi agar asli bo'lsa. Asli bo'lsa shu paytda qab qoladi. Masalan, qurra degani bu haj qiluvchi degan gap. Qurra desa qurra'an bo'ladi. Qurra'an. Vudda desak bu yuzi yo'q degan gap. Vudda'an bo'ladi. Chunki buning hamzasi ayollik uchun emas. Bu asli hamza. Qurra vudda'ning tasniyasida qurra'an vudda'an deymiz. Birinchisi nasik, ya'ni haj qiluvchi degan gap yoki umr qiluvchi degan gap, ikkinchisi yuzi yo'q degan gap. Va yajibu qalbuhuma wa'an in kanat ta'nis deydi. Endi u hamzani bo'g'iz o'zgartirish vojib bo'ladi agar ayollik uchun bo'lsa deydi. Ayollik uchun bo'lib qolsa. U hamza ayollik uchun bo'lib qolsa, xuddi hamro tikiga o'xshash, sahro tikiga o'xshash. Shuning uchun bunda vo qaytirimiz nima bo'ladi? Hamravan, sahravan bo'ladi. Mana shunga o'xshash. Endi biz bu ikkilikninki hukmlarini ixtisomlasak, ikkilik degan nima deganda ismun mu'rabun nabi'an mufradatin ittafaqa labzan va ma'nan deydi. Bu labziy ma'ni jihatda birdek bo'lgan ikki mufraddan izbasar bo'lgan bir mu'rab ism. Masalan, rajulan desam, rajulun degan bu ikki ismdan shu ikkisini o'rin turib, shu ikkisini ifodalaydigan, shu ikki ismning izbasar bo'lgan bir ism. Nima bilan? Bi ziyadati alif aw ya maftuh ma qablaha wa nun maksura deydi. İlgirkisi zıvar o'qilgan ya bilan yoki alif bilan zir o'qilgan nunni qo'shish bilan. Ya'ni alif nunni qo'shimiz yoki ya nunni qo'shimiz. Ya nunni qo'shgan vaqtimizda ya'ni ilgir kirib nima qilish kerak? Zir o'qilish kerak. Masalan, taja'a taliban ra'aytu talibayn. Peshlik o'rinda alif nun bilan, zivarlik o'rinda ya nun bilan. İkincisi, endi mulhaq bil mutanna deydigan bir gap bor. Buni biz grammatik kitoblarda so'zlaymiz. Ya'ni ikkilikka mulhaqlari, qo'shimchilari u qaysi deganda ikkilikning ko'rinishida kelgan. Ammo u ikkilik deyish uchun uning birligi yo'q. İkilik shaklda, ammo uning birligi yo'q.
Ve lem yekun salihan littecrid min alametihi deydi. Yani o ikilikning alametidan ajratish mumkin bo'lmaydigan. Uni ikilikning alametidan ajratib olmaydigan ikilik shakldagi ismlar va buni biz mulhaq bil musanna deymiz. Kila kilta deganga o'xshash. Masalan, ifnan degan bu ikki degan gap. Bu ikilik ism. Ifnanning birlik bormi? Ifnun yoki deb birlik shakli bormi? Yo'q. Endi iza sannayta isman maqsuran sulasiyan turaddu alifu ila aslihi deydi. Agar maqsur ismni ikkilik qilsangiz, sulasi maqsur ismni, ya'ni 3 harflik maqsur ismni ikkilik qilsangiz, uning alifi asliga qaytadi. Masalan, asa nima bo'ladi? Asawan, fata, fatayan bo'ladi. Chunki asaning asosi nima? Asadagi oxirgi alifning asosi nima? Vo. Fataning cho ya. Ve in kana maqsuran fawqa thulathi, amdi maqsur 3 harflikning ustida bo'lsa, ya'ni 4 harflik yoki 5 harflik bo'lib qolsa, uning alifi har qanday ahvolda nima qaytariladi? Yaga. Shunga hablayan, hublayan, mustashfayan, mustafayan bo'ladi. Iza thannayta mamdudan fa in kana hamzatuhu asliya tabqa ala hali. Agar mamdud ismini ikkilab qilsangiz, uning hamzasi asli bo'lsa o'z holi qolib qoladi. Qur'on, muddaan deganga o'xshagan. Agar ayollik uchun ortiq qilingan bo'lsa, bu qaytariladi. Bo'ldi hasnavan, sahravan, hamravan deganga o'xshagan. Hasna desak ayol kishining ismi shundaqo. Bumi nima qaytariladi? Hasnavan deb bu qaytariladi deymiz. Va in kana mubaddala min waw aw ya, amdi bu oxirgi hamza asli bo'lib qolsa, shu paytda qolib qoldi ekan. Qur'on deganga o'xshagan. Ayollik uchun bo'lsa, bu qaytariladi ekan. Vodun yoki yadin yo'tkalgan bo'lsa shu desa ikkala xil yo'l to'g'ri. Masalan, kisaanda asli shu paytda qolib qo'ysak ma bo'ladi, yo'tkalgan qaytarsak necha bo'ladi? Kisavan deb. Unda bo'lsa bugungi darsimizning ikkinchi mazmuni jam'i haqida bo'ladi. Jam'i. Endi jam'imi cho'ng jihatdan ikkiga bir oz tafsil qilsak uchga bo'linadi. Birisi jam'u salim, birisi jam'u taksiri. Yoki muzakkar salim, muannas salim va jam'u taksirdan iborat. Deydi al-jam'u yanqasimu ila thalathati aqsam. Jam' 3 qismga bo'linadi. Birisi muzakkar salim, muannas salim va jam'u taksir. Fa jam'u al-muzakkar salim ko'plik degan nima deganda huwa lafzun dalla ala akthara min ithnayn. U ikkidan ortiqqa dalolat qilgan ism. Ikkidan ortiqqa, ya'ni 3 yoki 4 undan ortiqqa dalolat qilgan ko'plikni biz deymiz, jam' muzakkar salim deymiz. Har qanday ikkilik va undan ortiqqa dalolat qilgan jam' muzakkar salim demdik, yo'q. Bi ziyadati wawun va nunun aw ya'un va nun. Vonun yoki yanun bilan, tashqi o'rinda vonun bilan, zirlik o'rinda yanun bilan ko'plik qilingan ikkidan ortiq narsaga bildirilgan ko'plikni biz deymiz, jam' muzakkar salim deymiz. Masalan, muslim, muslimuna bu vo bilan orqali ko'plik qilindi. Shundaqla ikkidan ortiqcha bildirdi. Zayduna, solihuna deganga o'xshagan. Yoki zirlik o'rinda bo'lib qolsa, zaydina, solihina deganga o'xshagan. Endi har qanday ismni jam'u muzakkar salim shaklida ko'p qilganlamda desa, yo'q, buni sharti bor. Deydi, fayushtaratu fil mufrad allazi yujma'u hadha al-jam'. Bu jam'ida, ya'ni jam'i muzakkar salim shaklda jam'i qilish uchun shart qilinadi. Agar jamid bo'lib qolsa, biz ko'p qilmoqchi bo'lganimiz jamid bo'lib qolsa, muzakkar oqilni nima bo'lish kerak? Alam xossin bo'lish kerak. Masalan, zaydni qanday qilmoqchi biz? Jam'i muzakkar salim shaklda vo bilan orqali ko'p qilmoqchi bo'lsak, cho'qim bu zayd degan bir aqlliq muzakkarning nima bo'lishi kerak? Xos ism bo'lishi kerak. Zayd o'lchamga tushdi. Shunga zaydun dedik. Mushtaq bo'lib qolsa, mushtaq degan nima edi? Ismi fa'il, ismi maf'ul shundaqmi? Mushtaqda shart qilinadi. Oqil muzakkarning nima bo'lish, sifatular shart qilinadi. Sifati. Masalan, solihun, shundaqmi? Aqilun degan o'xshaydi. Solihuna, aqiluna, fadiluna deganga o'xshaydi. Xoliyatun minat-ta, ta'din xoli bo'lishi kerak. Shundaqla af'alu o'lchimidicha bo'lmaslik kerak. Ya'ni ism nima bo'lmaslik kerak? Sifat mushabbiha bo'lmaslik kerak. Uning ma'nosi fa'la bo'lgan va fa'lan o'lchimida bo'lmaslik kerak. Uning o'lchimi fa'la o'lchimida bo'lgan. Wala mimma yastawi fihi al-muzakkar wal muannas va uningda muzakkar muannas barobar bo'ladigan bunda ismdancha bo'lib qolmaslik kerak deydi. Demak, jamidda biz jam' muzakkar salim qilmoqchi bo'lganimiz cho'qim muzakkar oqilni xossi bo'lishi kerak. Mushtaqda cho'qim ta'din xoli
sifat mushabbiha bo'lmagan bo'lishi, shundaqla aqlliq muzakkirning sifati bo'lishi kerak. Yig'ib aytgan vaqtimizda. Endi kayfiyatu jam'ul ism jam'u muzakkar salim. Endi jam'u muzakkar salimni tushundik. Bu jam'u muzakkar salimni qanday shaklda qilamiz deganda, bu nihoyat oson. Ya'ni sahih ism bo'lib qolsa, ya'ni maqsur emas, mamdud emas, sahih ism bo'lib qolsa, oxirga vav bilan nunni kirsak bo'ladi, pashq o'rni bo'lib qolsa. Ya bilan nunni kirsak bo'ladi, zivar zirlik o'rni bo'lib qolsa. Deydi, sahih idza kana al-ism murad jam'uhu sahihan. Agar sahih jam'i qilmoqchi bo'lgan ism sahih bo'lsa, vav bilan nunni qanday qildingiz? Ziyoda qildingiz yoki ya bilan nunni ziyoda qildingiz uningga boshqa amalsiz. Boshqa ish qilmaymiz, faqat vav bilan nunni ziyoda o'rni bo'lib qolsa, ya bilan nunni akasaklamchi bo'ladi. Endi biz ko'p qilmoqchi bo'lgan jam muzakkar salim shaklda ko'p qilmoqchi bo'lgan ism manqus bo'lib qolsa, manqus degan nimadir? Oxirida sabit turadigan ya'ga ism, qodi, ra'i degan o'xshagan. Bunda bo'lib qolsa qanday qilamiz deganda, uning oxiriga yani tashlaymiz, undan keyin vav bilan nunni kelamiz. Vovni ilgari kirib qanday qilamiz? Pashq qilamiz. Masalan, qodini yani tashlab o'tamiz, vav bilan nunni kelamiz. Vovni ilgari kirib dot harfini pashq qilamiz, nima bo'ladi? Qadun, ra'un bo'ladi. Deydi. Va idza kana manqusan, agar manqus bo'lsa, uning yasini tashladingiz va vovni ilgari kirasini pashq qildingiz. Va yoki ya bilan nunni kirib qolsa, azvazlar ko'rinda, ya'ni ilgari kirasini zir qilamiz. Shuning uchun deysiz, qadun da'un deymiz. Yoki zivazirlik o'rnida qadin da'in. Yodilgiga harfni qanday qilamiz? Zir qilamiz. Aslisi nima? Qadiyun, da'iyun, qadin, da'in. Ikkidan asli bir ya bor. Ammo biz buni qilgan vaqtimizda ya'ni yoki voni qanday qilamiz? Yana tashlaymiz. Endi biz jam muzakkar salim qilmoqchi bo'lganisi maqsur bo'lib qolsa, maqsur degan nima edi? Oxirida sabit turadigan, davom turadigan alif bo'lgan ism. Musa, Fata deganga o'xshagan. Qanday qilamiz deganda, oxirdagi bu doim turadigan alifni qanday qilamiz? Tashlab o'tamiz. Masalan, bu erlik bo'lg'achqa asa desak, asa shundaqo, asavun, asavun. Oxirdagi alifni qanday qildik? Tashlab o'tdik, o'g'lanni asavun. Shu bo'yicha bo'ladi. Deydi, agar ism maqsur bo'lib qolsa, uning alifini tashladingiz va zvarni uning dalolat qilish uchun qolib qo'ydingiz. Masalan, a'la desak, oxirida alif bor shunda, alif tashlab o'tib, va bilan nunni keldik, a'laun bo'ladi. Mustafayn al-akhir qilgan. Mustafa nima uchun? Ya bilan nunni keldik, zirlik o'rnida. Undan keyin mustafayna dedik. A'laun asli nima? A'laun, mustafayn mundaq. Buni oxirgi alifni qanday qildik? Tashlab o'tdik. Endi mamdud bo'lib qolsa desa, endi buni jam'idagi hukmi xuddi tasniyadagi o'xshash. Buningki hamzasi asli bo'lib qolsa qilib qoladi. Nima bo'ladi? Vuddaun, bo'lanini bevosita akramiz. Agar ta'nis uchun bo'lib qolsa, vo qaytiramiz. Nima bo'ladi? Hamravun bo'ladi. Mushu bo'yicha. Endi jam'i muannas salim. Jam'i muannas salim. Jam'i muannas salim degan nima deganda, jam'i muannas salim xuddi jam'i muzakkar salimga o'xshash ikkidan ortiq narsaga qanday qildigan dalolat qildigan, lekin buningda alif bilan ta'ni ziyoda qilish bilan qanday qildigan o'zgar jam'i muzakkar salim bo'ldigan ism. Jam'i muannas salim bo'ldigan ism. Jam'i muzakkar salimda vav bilan nun. Shundaqo, jam'i muannas salimda alif bilan ta. Deydi, ma dalla ala akthara min ithnayn. Ikkidan ko'proq dalolat qilgan narsa. Nima bilan? Bi ziyadati alif va ta ala mufradihi. Uning birlik holatiga alif bilan ta'ni ziyoda qilish bilan xuddi Fatima bo'lsa Fatimat, Zaynabat, oxir alif bilan ta'ni qanday qildik? Ziyoda qildik. Endi buni ko'p qilishning qoidalari qaysi deganda, kayfiyatu jam'il ism jam' muannas saliman. Ham jam' muannas salim shaklda qanday ko'p qilamiz deganda, idza kana al-mufrad bila ta, endi mufradi ta'siz bo'lsa degani Zaynab, Maryam deganga o'xshash. Oxirida ayollikning ta'sib bo'lmasa, zitta alayhi al-alif va ta biduna amalin siwaha. Uningga alif bilan ta'ni kirib qo'ysak bo'ladi, boshqa qilmaymiz. Shuning uchun deymiz Zaynab, Zaynabat, Maryam, Maryamat. Endi tavlan bo'lib qolsa Fatima, Khadija deganga o'xshagan. Va idza kana al-mufrad maqtuman bi ta'in zaida. Agar ortiq tavlan oyoqlashgan bo'lib qolsa, kanat ka Fatima va Khadija. Yani Fatima, Khadijaga o'xshash. Aw iwadan min aslin, yoki bu aslidan bir ivaz elingan ukht, bint,
idda degan o'xshagan bir tavib qalsa, u hudifat minhu fil jam'. O onun qada qiladi, tashlanadi. Ne bo'ldi? Fatimat, Xadijat bo'ldi. O'qituvchi axavat asliga qaytildi va boshqasi evazlangan bo'lsa. Axavat. Buni biz grammatik kitobda tafsir so'zlaymiz. Ana va idza kana maqsuran, amda biz jam'i muannas salim qilmoqchi bo'lgansa, maqsur ism bo'lib qolsa, masalan fata ayollikni shunday qo'y. Qanday qilamiz? Umila muamalatuhu fi tasniya. Tasniyadagi ikkilikni muomalasi qilinadi. Ya'ni ikki harf, üç harflik bo'lib qolsa, ya'ni 3-harfda bo'lib qolsa, u kasallar harf, ya'ni qisqartilma ya asliga qaytiladi. Masalan fatayata fatayat bo'ladi. 3 harfdan ortiq bo'lib qolsa, mutlaq ya qaytiladi. Ne bo'ladi? Hublayat, Mustafayat, Fatayat, andikin elif bilan ta'kidladi deymiz. Va kaza in kana mamdudan aw manqusan. Amni mamdudmi manqusmi shu tasniyadik qoidaning o'zi shu. Ayollik shuni ziyoda qilingan bo'lsa, vo qaytilib uningdagi elif bilan taqo'shiladi. Asli bo'lib qolsa, shu pati elif bilan taqo'shiladi, qurrat deganga o'xshagan. Mana bu jam'i muannas salimningki tafsiloti. Endi biz buni bak cho'nqurlab kirmaymiz, chunki bu grammatik tafsili so'zlanadi. Biz faqat buning qurilmasini bilish uchun so'zladik. Jam'u taksir. Endi jam'ning ikkinchi cho'ng turi qaysi? Jam'u taksir. Endi yig'ib tushuntirgan vaqtimizda jam'i muzakkar salim, jam'i muannas salim. Ikkilisi salim jam'i. Ikkinchi turi mukassar, parchalangan jam'i deymiz. Meni jam'i muzakkar salim bo'lsin, jam'i muannas salim bo'lsin, bu asosiy jihatdan birlik qurilmasida qanday olmaydi, sundurilish, parchalanish olmaydi. Oxirgi muzakkarda vav bilan nakilimiz, muannasda alif bilan tanakilimiz. Ammo jamoat taksir deganimiz shu, butunlay shakli qanday qiladigan, o'zgarib, parchalanib ko'plik qilinadigan. Masalan, rajulun desak, rijalun. Birlik holatidagi qurilmasi qanday qilib ketdi? Sundurilib ketdi. Deydi, jamoat taksir madalla ala akthar min ithnayn bi taghyir sura mufradihi deydi. Mufratdagi birlikdagi ko'rinishining o'zgarishi bilan ikkidan ortiq narsaga dalolat qilgan narsa. Ya'ni bunda birlik holatida ko'rinishi o'zgaraydi. Salim jamoatda o'zgarmay oxirga muzakkarda vonun, muannasda alifdan akilish orqali qanday qilamiz? Ko'plik qilamiz. Endi bu jamoat taksirda mufrat ko'rinishi o'zgaraydi dedik. Bu o'zgarish ya taqdiran shaklda o'zgaradi deymiz. Buni ayt az. Masalan, fulkun desak, buning birlikimi fulkun, ko'plikimi uchun fulkun. Biz buni taqdir jihat o'zgardi deb qaraymiz. Yani mufrat ve cemaat için dammi ve sukun bilen. Ya ki tagyiran zahir, ya ki ameli cihette özgürlük buludu. Mesela ricalun desek bu pütle kanalda konu cihette özgürlük etti. İmma bir şekli fakat ya şekil dilam ve harfte özgürlük olmaydı, zir hareket dilam kanalda özgürlük oldu. Mesela esadun desem birlik. Usdun desem ço yollaslar degan gap. Endi bu asadun bilan usdunninki harf jihatda olmish jihatda hech qanday o'zgarish yo'q, lekin shaklda cho o'zgarish bor. Birinchi asadun, usdun zira o'zgarish bor. Ka usdun bi dammi sukun, ya'ni pesh va sukun bilan. Asadninki jam'isi bi fathatayn, asadun esa ikki fathi bilan. Alif mi fathi, sin mi cho fathi. Endi bu taksir ba'zi ziyoda va muimma bi ziyoda faqat. Yoki ziyadulashlar, birlikka nima bilashlar? Ziyadulashlar. Masalan, sinwa deganning ko'pligi sinwan bo'ladi. Sinwan. Nima bo'ldi? Ziyod bo'ldi. Bi kasri fa sukun baynahuma. Kasri uningda kasri va sukun bilan. Yoki birlik holatida ko'plik qilgan vaqtimizda birlik holatidagining ko'plik qilgan vaqtda ozlab ketadi harfning soni. Deydi va imma bin naqs degani ya onun harfi azlab ketadi. Masalan, tuxam degan tuxma deganning ko'pligi. Tuxma, ta, xa, mim, kichik ta, 4 harf. Ammo ko'pligi tuxam 3 harf qolib qoldi. Bi dammi fathan fihima. Bi dammi fathan fihima deydi. Ya'ni tuxam, tuxam, tuxama. Damma va fatha bilan. Va imma bi shakli va ziyada. Yoki shaklni o'zgaraydi, ya'ni zir-zirmi o'zgaraydi va cho ziyada ham bo'ladi. Xuddi rijalun deganga o'xshagan. Rajulunda rijalun sak alifdan bir paydo bo'ldi. Shundaqla buning zir harakatini qanday qilib o'zgardi. Va imma bi shakli va nas, yoki shakl naqsini xuddi kutubun deganga o'xshagan ikki dona dam bilan. Kitobun. Bundan kitobunda kitobun, kaf, ta, alif, ba 4 harf. Kutubun 3 harf qolib qoldi. Shundaqla zir harakatini cho o'zgardi. Demak, mayli o shakl zir-zirda o'zgarsin, yoki ziyoda bo'lib ko'plik bo'lsin, yoki kam qilib ko'plik bo'lsin, bu
qurilmasi, birlik qurilmasi o'zgarib ko'plik qilinadigan ko'plikimizni deymiz, jamoat taksir deymiz. Endi buning o'lchamlari bormi deganda, buning o'lchamlari nihoyat ko'p. Wa hazal jam' 'amun fil 'uqala wa ghayrihim deydi. Endi salim bu aqillarga cho xos. Ammo bu jam'i aqillar va uning boshqa qismi cho ishlantiladi deymiz. İşlentildi deymiz. Dukuran kanu aw inathan erlik olsun yoki şu ayollik olsun. Endi uning qurilmasi 27 ta minha arba'a lil qilla. Uningki old qurilmasi jamo qilla uchun wal baqi lil kasra. U qolgani ko'p uchun. Endi bu jamo kasrami jamo qilla va jamo kasra deb ikki turga bo'linadi. Ya'ni 10 bo'lgan bo'ldagini 3 dan tortib 10 bo'lgan sonni bo'ldagini jamo qilla, 10 dan yuqori ham cheksiz ko'pni bo'ldagini jamo kasra deb bo'linadi. Bu nihoyat ko'p. Biz buni shunga bir şeyda to'xtashni to'g'ri topdik. Unda o'saqlashlar bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Bu darsimizning oxirida bugungi darsning mazmunini ixchamlagan jadvallar berilgan. Buni o'zingizlar ko'rib baqsanglar bo'ladi. Unda o'saqlashlar bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Assalomu alaykum.